Mana shu birinchi qorin. Germanskiy, nemetskiy liniya. Privaznoy ota-onalardan tug'ilgan. Egizak bular mana. Egizak. 18 oylik bo'lganda qochib mana hozir 25 oylik bo'lgan tuqqan. Bu ikkalasi egizak. Bo'ylarini o'lchab ko'rmadim, lekin 80 dan yuqori bo'lsa kerak. Katta. Bu Oltinko'l fermaga kelgan fransuzskiy liniya bor. 2021 yilda. Fransuzskiy liniyadan 3 ta tuqqan ichki. Buni bolalar sog'ishmoqda. Yoshlari ham yo'q joyida. Bularga qaraganda nisbatan bu pastroq. 72-74 kelsa kerak bo'yi. Mana idishlari, sasoglari, formalari mana. Oyoqlari rovniy turishi kerak. Rovniy turibdi, to'g'ri turibdi oyoqlari. O'zini tashqi ko'rinishiga barcha holatlari a'lo darajada. Mana toza zaynskiy bo'lsa, eksterior tashqi ko'rinishi bo'yicha mana shunday holatda. Suti hozircha quruq o't bilan 3-3,5 litr endi sog'im bo'lyapti. Bular ham bolalaridan ayrildi. Hozir bugundan ayrildi. Endi xudo xolasa ko'paytiradi sutni. Hozir 3-3,5 litr. Bular ham mana shu holatda endi yemga tushadi. Barcha holatlari ideal. Ko'rinishlari. Bu ikkalasi egizak mana. Bu ikkalasi egizak. Bitta ota-onaning bolalari. Bir qorin. Bitta qorindan tushgan. O'shaning uchun nimalari ham, formalari ham bir xil. Maşallah. Maşallah. Mana bu 3-chi qorin bu. Yana bitta tavsiyamiz bor. Alpinskiy. Chexskiy alpin bu. Bu ham birinchi qorin 3-3,5 beryapti. Formalari ideal. Hamma o'zini molini maqtaydi. Agar istifka bo'lib ko'rgazma bo'lib qolsa echkilar o'ynaveradi. Birinchi o'ringa o'ynaveradi. Chunki oyoqlari rovniy turadi, oyoqlari. Oyoqlarni yelka kengligi ham keng. Sasoglari ham ideal. İdishlari ham. Yelin idishlari ham. Maşallah. Mana shu to'rala echkimiz sog'in. Hammasi deyarli birinchi qorin, uchovsi ham. İnşallah hammasi ham chista krovli, toza qon.